okalar mana Samsung, iPhone'lar yomon iflos bo'lib ketyapti-da, oxirgi payt shuncha pulga $1000, $1,500 telefon olasizlar, ichiga bitta galovka solmayapti-da, simidan boshqa narsa chiqmaydigan qilib qo'ydi. Men sizlarga hozir bitta zo'r life hack o'rgataman. Bu telefonlar sotayotganingizda $50 dan $100 gacha pul saqlab qolishingizga yordam beradi. Chunki bu telefonni olganingizda ichidan original galovkasi chiqmaydi. Bizga ko'rayotganingizda 100% iPhone'ni ham, Samsungni ham original galovkalar kelgan. Любой joyda, любой apparatda tekshirib olsangiz bo'ladi. 100% original mahsulotlar. 45 vattligi bor. Bu S seriya, Note seriyalarni qilsangiz tez to'ldirib beradi. A seriyalarga bo'ladigan bo'lsa 25 vattli adapteri ham bor. iPhone'ga bilasizlar 3 pin deyiladi. 3 pinli 20 vattli original zaryadkalardan kelgan. Buni narxini 230 ming so'm qilib beramiz. Hech qayerda yo'q narx. Ko'chalarda $25, $30 sotilayotgan galovka. 230 ming so'm qilib beramiz original galovka. Buni narxini 100 ming so'm qilib beramiz. Bunisini narxini 150 ming so'm qilib beramiz. Bemalol buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. $50, $100 qanaqa saqlab qolamiz desanglar, original galovkaga qo'ysanglar, mana buni yo'nkisi tushib ketmaydi. Yo'nkisi tushib ketmagandan keyin sotayotganingizda yo'nkisi balandroq bo'lsa, qimmatroqga bemalol sota olasizlar. Agar ana ko'chadagi 30 ming, 40 minglik galovkani olib qo'yadigan bo'lsanglar, 2 oydan keyin telefoningizda ham qiziydigan, ham batareyaga dabdala bo'lgan bo'ladi.